Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli xalq. Men advokat Xondamir Kulbayevman. Hozirgi kunda trendda bo'lgan mavzu haqida gapirmoqchiman. Ya'ni o'sha Farg'ona viloyati Furqat tumanidagi maktab direktori va o'sha tumanda ichki ishlar organlari xodimlari o'rtasidagi o'sha mashmashalaga o'zimni professional huquqiy nuqtai nazarimni bildirmoqchiman. Xolis fikr bildiramiz. Men to'g'risi ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan emasman. O'sha Gulirona Qosimova tomonidan emasman. Lekin bu yerda biz e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan ko'plab jihatlar bor. Buni bitta-bitta sharhlab o'tib ketamiz. Bu mavzuni ikkita tomoni bor. Birinchisi huquqiy tomoni, ikkinchisi axloqiy tomoni. Dastlab huquqiy tomoni haqida gapirmoqchiman. Birinchi o'rinda o'sha bu masalani ommaga olib chiqqan Kunuzda o'sha birinchi videosini ko'rishdan boshlaymiz. Yusuf kameraga olib turibdi, sohib aytayapti, "Davay kameraga qarab turib, Soliqda boshlig'i meni hozir mana shu yerda majburlab olib kirib, urib, men bilan jinsiy munosabatda bo'ldi" deb aytib berasan. O'zining tanishi Furqat tumanining o'sha paytdagi soliq inspeksiyasi boshlig'i Qurbonali Abdurahmonovdan yo'l transport hodisasiga uchragan turmush o'rtog'ini davolatish uchun qarz so'rayotgan paytda bir guruh ichki ishlar boshqarmasi tezkor xodimlari to'satdan paydo bo'lib, direktor va sobiq amaldorni do'pposlab ketishdi. Muddatda ichida Yusuf Tohir sohiblar yechintirib tashladi kiyimini. Kiyimini yechib tashlab, keyin xuddiki biz o'sha nimani sahnani endi nima qilib jonlantiryapti-da ular. Mana videoni ko'rdinglar. Videoda bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak. Gulirona Qosimova o'zining intervyusida Kunuzga aytayapti. Men qarz so'rash uchun soliq idorasini boshlig'ini uyiga borgan paytimda ichki ishlar organlari xodimlari kirib kelib, bizani urib, do'pposlab, meni kiyimlarimni yechib, videoga olib, men go'yoki o'sha yerda biz jinsiy aloqada bo'lganimiz haqida sahnani yaratib, men soliq idorasining boshlig'i meni zo'rladi degan mendan ko'rsatmani olmoqchi bo'lishdi, deyapti. E'tibor beringlar buni ko'rsatmalariga. Hurmatli xalq, hurmatli blogerlar va boshqalar. Bu holatning eng kulminatsion nuqtasi ham mana shunda. To'g'ri, ichki ishlar organlari xodimlari sudlanishdi, sudlari bo'ldi, qamaldi, lekin ular aynan Gulirona Qosimova hozir yuqorida aytgan gaplari uchun, o'sha harakatlarni qilgani uchun qamalgani yo'q. O'sha u aytganda kiyimlarni yechgani uchun, urib do'pposlagani uchun qamalgani yo'q. Gulirona Qosimovani bu vajlari o'zini tasdig'ini topmagan. Tergov organi tomonidan ham bu vajlar bo'yicha baho berib, o'sha tegishli moddasi qo'yib berilmagan. Gulirona Qosimova ilgari surayotgan ayblov vaj bu Jinoyat kodeksining 235-moddasi tarkibini beradi. 235-modda nima desa, oddiy, tushunarli tilda buni ko'pchilik kuzatadi bu videoni. Oddiy tilda aytadigan bo'lsam, organ xodimi proses ishtirokchisidan o'ziga kerakli bo'lgan ko'rsatmani olish uchun unga uni urib do'pposlashi, ta'sir o'tkazishi, psixologik ta'sir o'tkazishi hammasi mana shu 235-moddani qiynoq zo'ravonlikka solish degan modda bu, o'sha moddani tarkibini beradi. Lekin dastlabki tergovda ham, mana sud paytida ham xodimlarni bu xatti-harakatlari o'z tasdig'ini topmagan. Lekin eng achinarli tarafi shundaki, Gulirona Qosimova hali sud hukmi qonuniy kuchga kirmasin, hali sud bo'lmasdan turib, ommaga chiqib Kunuzga mana shunaqa bo'ldi, mana kiyimlarimni yechishdi, urishdi, do'pposladi va hokazo. Mana shunaqa ko'rsatmalarni beryapti. Hurmatli xalq, mana yaqinda videosi chiqdi, o'sha kunga bo'lgan asl videosi chiqdi, hammamiz ko'rdik. U videoda kechirasizlar, hamma narsa aniq ochiq o'ydan ko'rinib turibdi. Gulirona Qosimova aldagani ochiq o'ydan ko'rinib turibdi. Bu yerda sahnalashtirilmagani bu holatni o'zimiz tilda aytganimizda nastoyaщий zapal, tushunyapsizmi? Zapal. O'sha haqiqiy zapal bo'lgani ko'rinib turibdi videoda. Nima keragi bor uni ijtimoiy tarmoqqa olib chiqib, o'zini oqlashga harakat qilib, qanaqadir gaplarni gapir. Mayli, o'zini yo'liga, hamma ham o'zini bilgan ishini qiladi, gap yo'q. Lekin Gulirona Qosimovani mana shu harakati, ya'ni organ xodimlariga sahna mani yechintirib sahna uyushtirdi deb yolg'on gapirib tuhmat qilgan harakatlarida jinoyat tarkibi mavjud. Va bu gaplarini tekshirmasdan tegishli tartibda ommaga olib chiqib, ommani kayfiyati bilan o'ynashib, ommani junbushga keltirib, xalqni junbushga keltirgan ijtimoiy tarmoq platformasi Kunuzda muxbirlari ham xatti-harakatlarida tegishli javobgarliklar mavjud. Bir boshdan boshlaymiz, Kunuzdan boshlaymiz. Kunuzda xatti-harakatlarida agar Kunuzda o'sha kun birinchi navbatda bitta narsani aytib o'tay. Men Kunuzda o'zim muntazam kuzatib boraman. Kunuzda hurmat qilaman. Mana oddiy misol, Kunuz yigitlar. Akmal Shukurov haqida olib chiqdinglar-da, maqola qilib, o'sha tegishli materiallarni. Gap yo'q. Zo'r sharhlagansizlar, zo'r yuridik ta'rif bergansizlar. Shuni orqasidan o'sha toch nuqtasiga urganlaringiz uchun
Toshkent shaharida o'sha tegishli sudyalari ishdan ketdi. Masalasi yo'q. Bundan boshqa ham yana ko'plab tanqidiy maqolalaringizni o'qiyman. Effekt bor, zo'r maqolalar chiqarasizlar. O'zbekistondagi eng katta auditoriyaga ega bo'lgan kanal sizlar. Lekin, o'rtoqlar, sizlar aynan Gulirano Qosimovani keysida xatoga yo'l qo'ydinglar. Sizni o'sha keysda olib chiqqan muxbiringiz hissiyotga berildi. Ayol kishining gapini eshitib tekshirmasdan turib hissiyotga berildi. Shoshma-shosharlik bilan chiqaraverdi bu videoni. Hech narsani tekshirmasdan turib. Endi buni javobgarlik masalasi ham bor qonunda. Har kim o'zini qilgan ishi uchun javobini berishi kerak. Jazo muqarrar, javobgarlik aniq. Agar o'sha muxbirlar Gulirano Qosimovani gaplarini olib chiqishidan oldin, mana yaqinda chiqqan o'sha 18+ zapal videoni ko'rib turib, haqiqatan ham ichki ishlar xodimlari hech qanaqa bir sahnalashtirish harakatlarini qilmaganligini bilib turib, shu videoni qo'ygan bo'lsa, ularning harakatlarida Jinoyat kodeksining ikkita moddasini tarkibi bor. Birinchisi, Jinoyat kodeksi 139-moddasi 3-qismi A bandi, ya'ni shaxsni og'ir va o'ta og'ir jinoyat sodir etishda ayblab, tuhmat qilish. Sizlar o'zlaringizda o'sha birinchi chiqargan videolaringizda Gulirano Qosimova aytgan gaplarda jinoyat tarkibi bor, og'ir jinoyat tarkibi bor. Jinoyat kodeksi 235-moddasi, ya'ni qiynoqqa solish, zo'ravonlikka solish degan moddani tarkibi bor. Agar sizlarda bu gaplaringiz yolg'onligi aniq bilgan holatda bilib turib shu narsani chiqargan bo'lsanglar, sizlarning harakatlaringizda mana shu jinoyat tarkibi ham mavjud. Chunki bu og'ir jinoyat deb hisoblanadi 235-modda. Sizlar 235-modda bilan xodimlarni ayblab chiqaryapsizlar bu kontentni. Xo'p, keyingi masala, hammamiz bilamiz, Jinoyat kodeksida 237-modda bu yolg'on xabar berish, jinoyat haqida yolg'on xabar berish. Kunuz muxbirlari bergan xabari ham jinoyat haqida berilgan xabar. Mana yuristlar biladi, ommaviy axborot vositalari bergan xabarlar ham jinoyat qo'zg'atishga asos sabab bo'lib hisoblanadi. Endi bu fakt, что sizlar jinoyat haqida xabar berdinglarmi? Mana shu xodimlar mana shunaqa qilib zo'ravonlik bilan, shafqatsizlik bilan tahqirlab mana shunaqa qildi deb sizlar xabar berdinglarmi? Bu xabar o'zini tasdig'ini topmadimi? Kechirasiz, sizlarning ham xatti-harakatlarida Jinoyat kodeksi 237-moddasi 2-qismi G bandini tarkibi mavjud. Va bu 5 yildan 8 yilgacha ozodlikdan mahrum qilishga sabab bo'ladi. Endi agar to'g'ri tushunamiz, hamma ham qasddan qilmaydi, balki bilmagandir, balki o'sha videoni ular ko'rmagandir. Endi uni Xudoga ayon nima bo'lgani, agar bilmasdan turib shunaqa tuhmatga boy videoni ichki ishlar xodimlariga nisbatan sizlar olib chiqqan bo'lsanglar, hurmatli Kunuz muxbiri, o'sha ishga aloqador bo'lgan muxbir, uni harakatlarida ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda 202-2 birinchi qismi alomatlari bor. Yolg'on xabar tarqatish degan, boshqa shaxsni obro'sizlantiradigan xabar tarqatish degan. Endi fakt shu bitta narsani ko'rdikda, hech qachon haqiqatga ko'zini bog'lab bo'lmaydi. U yerda hech kim urmaganini ham, Gulirano Qosimovani hech kim yechintirmaganini ham, uni majburlab qanaqadir videolar taxlamaganini ham ko'rdik. Nastoyashi zabal haqiqatan ham bo'lgan holat u. Haqiqatan ham bo'lgan holat u. Uni ko'z yumolmaymiz u narsaga. U narsani olib turib bizani urib yechintirib shunaqa holatga keltirdi degan u safsatalar bilan bilmadim. Kimni ishontirib bo'ladi? Men shaxsan ishonmayman u narsaga. Endi Gulirano Qosimovani xatti-harakatlariga baho beramiz. Gulirano Qosimova imенно shu Kunuzga bergan intervyusini o'zini ko'rsatmasida ham aytgan. Tergov sud paytida yolg'on ko'rsatma berish, tim bo'lli og'ir, o'ta og'ir jinoyat bilan ayblab yolg'on ko'rsatma berish, Jinoyat kodeksi 238-moddasi 3-qismi B bandi bilan jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi. U ham xuddi shunday sanksiyasida 5 yildan 8 yilgacha qamoq jazosi bor. Bitta narsani aytib o'tib ketish kerak. Kunuzda muxbirlarning harakatlarida sauchastие deydi bizani yuridik tilda, jinoiy huquqi yuridik tilida sauchastие deydi. Bu ham ishtirokchilik. O'sha bilib turib Gulirano Qosimova yolg'on gapirayotgan, unga yordam berib mana shu holatni ijtimoiy tarmoqqa olib chiqqan vaziyatda ularning harakatlarida ham ishtirokchilik bilan jinoyat tarkibi mavjud bo'lib hisoblanadi. Men o'ylayman, har bitta odam o'zini qilgan ishiga, qilgan qilmishiga javob berish kerak. Mana ichki ishlar organlari xodimlari ham o'zini qilgan qilmishiga javobini berdi. Endi men uni sud hukmiga aralashish, sudda ishiga aralashmoqchi emasman, sababi men ichki ishlar xodimlari bilan bog'liq bo'lgan jinoyat ishi bilan tanishib chiqmaganman. Lekin boya yuqorida aytganimdek, u yerda ular urib do'pposlab sudga bir narsa qilgani uchun javobgar bo'lmagan. Oddiy o'zimiz sodda tilda aytadigan bo'lsak, har qanday
tezkor qidiruv tadbirini ayniqsa birovni uyiga kirib qilinadigan shaxsiy turar joy daxlsizligini buzib qilinadigan tezkor qidiruv tadbirini o'zini tartibi bor. Sanksiya bilan kirish kerak. Agar sanksiya bilan kirmasa, kechiktirib bo'lmaydigan holatda 24 soat ichida prokurorga xabar berish kerak. Mana shunaqa protseduralar, mana shunaqa proseslar to'g'ri bajarilmagani uchun, to'g'ri rasmiylashtirilmagani uchun ular javobgarlikka tortilyapti, jinoiy javobgarlikka. Iltimos adashtirmanglar, hurmatli xalq. Urgani uchun yo boshqa uchun javob berayotgani yo'q ular. Va biza bu tergov organi bu ayblovni ham hozir to'liq nima deydi, aybdor deb topilmagan. Sababi yuristlar biladi. Xodimlar qachonki sud hukmi qonuniy kuchga kirgandan keyin aybdor deb topiladi. Sud hukm chiqqandan keyin 10 kundan keyin agar apellyatsiya berilsa, apellyatsiya sudining oxiri bilan qonuniy kuchga kiradi. Hozir biz bilmaymiz, balki apellyatsiya berilgandir. Shuning uchun aybsizlik prezumpsiyasiga asosan ular hozirgi kunda aybsiz bo'lib hisoblanadi. Hukm qonuniy kuchga kirgandan keyin xodimlar aybdor deb ayta olamiz. Shu sababli men bu ularni masalasiga ularning tomoniga aralashmoqchi emasman. Endi men bu masalada hurmatli prokurorimiz Nig'matilla To'lqinovichga murojaat qilmoqchiman. Sababi bu masalani orasini ochadigan eng asosiy o'sha vakolatli tashkilot bu prokuratura bo'lib hisoblanadi. Ichki ishlar tergov organi bo'lgani bilan bu narsani tergov qila olmaydi. Sababi o'zini xodimi bilan bog'liq bo'lgan jinoyat bo'lgani uchun bu noxolis bo'lib hisoblanadi. Hurmatli prokuror, mana shu holatlarni, men o'zimni videomda aytgan holatlarimni baho berish uchun Gulirona Qosimova va Kunuzda o'sha kontent chiqishiga mas'ul bo'lgan muxbirlarga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atishingizni so'rayman, tegishli moddalar bilan. Bu jinoyat ishi qo'zg'atish degani ularni javobgar bo'ldi degani emas. Oddiy shu holatga aniqlik kiritib olishimiz uchun, haqiqatni aniqlashimiz uchun va o'sha tergov oxiri bilan ularning harakatlariga baho berishingizni so'rayman, hurmatli prokuror. Men nima uchun bu videoni qilishga qaror qildim? Sababi Kunuzda o'sha materialni YouTube'ga chiqqandan keyin pastkashlikning eng yuqori nuqtasi degan adashmasam o'sha maqolasi chiqqandan keyin bu holat xalqni junbushga keltirdi, xalqni kayfiyatiga ta'sir qildi. Endi kim tan oladi, kim tan olmaydi, tan olamizmi, yo'qmi? Baribir ham bu xalqning kayfiyati sudni hukmiga ham ta'sir qildi deb hisoblayman. Bilasizlar, men bu masalada sudyalarni ayblamoqchi emasman. Ularning o'rnida bo'lganda balki men ham xuddi shu ishni qilardim. Sababi butun xalq norozi bo'lib turgan payt, butun xalq qarshi bo'lib turgan paytida qanaqadir yengillik qilib bo'lmaydi baribir ham ayblanuvchi shaxsga. Endi u sudyaning qo'lida turibdi, o'sha yaqinda chiqqan video 18+ zapal video sudyaning qo'lida ham turibdi, lekin u ham hammaga bitta ko'rsata olmaydi. Mana deb ko'rsata olmaydi. Sababi jinoiy javobgarlik bor. Yalang'och holatdagi shaxsni video tasvirlarini tarqatishdi. Shu sababli ham agar esingizda bo'lsa, sudya o'sha qismini yopiq ko'rdi. Sud majlisida video bilan bog'liq qismini yopiq ko'rdi. Gap yo'q. Lekin men shu yurist sifatida sudlarimizga nisbatan bo'layotgan bunaqa propagandadan sudlarimizni asrashimiz bizning vazifamiz deb hisoblayman. Men shu uchun shu videoni taqiqladim. Endi kimga yoqadi, kimga yoqmaydi, men bilmayman, lekin hurmatli jurnalistlar, to'g'risida jonga tegdi. Mana shu hissiyotga beriladigan noxolis, noprofessional jurnalistlar jonga tegdi. Hurmatli jurnalistlar, sizlarga iltimos, agar jinoyat huquqiga aqllaringiz yetmasa, aralashmanglar bu sohaga. Sababi sizlar o'zlaringizni kontentlaringiz bilan odamlarning taqdirini hal qilib qo'yishga aralashyapsizlar. Buni o'zini mutaxassislari bor, buni o'zini tajribali xodimlari bor. Ulardan maslahat qilib keyin chiqarish kerak. 7 o'lchab keyin chiqarish kerak. Jinoyat bilan bog'liq har bitta materialni 7 o'lchab keyin chiqarish kerak. Sababi sizlarning kontentlaringiz to'g'ri yoki noto'g'ri ravishda odamning taqdiriga ta'sir qilishi mumkin. Sizlar bu holatda 100% xolis bo'lishlaringiz kerak jinoyat huquqi bilan bog'liq holatda. Sababi kimnidir manfaatlari uchun ijtimoiy tarmoq ishlaydigan bo'lsa agar jinoyat huquqi sohasida, bu birinchidan adolat tarozisini buzilishiga olib keladi. Ikkinchidan hech narsa xolis bo'lmaydi. Aybsiz odam aybdor bo'lib ketishi yoki aybdor odam aybsiz bo'lib qolishi mumkin. Sizlardan iltimos, hissiyotga berilmanglar bunaqa kontentlarni olib chiqayotgan paytida. Maslahat bilan qilinadi bu narsalar. Endi masalani axloqiy tomoniga to'xtalmoqchiman. To'g'risi, men o'zimni haqiqatimni aytaman, kimga yoqadi, kimga yoqmaydi, menga baribir, kim qanaqa fikr bildiradi. Lekin eri avtohalokatda mayib majruh bo'lib yotib, eri uni nazorat qila olmasligini bilgan holatda borib nomahram odamni pastelida yalang'och holatda turgan ayolni men hech narsa bilan oqlamayman. Mana o'sha video kecha yalang'och videolari chiqib ketgandan keyin ko'pchilik yozyapti, dinda aralashtirmaylar, biz dunyoviy davlatda yashaymiz yo boshqa. O'rtoqlar, dinni bir chekkaga surib qo'yaylik mayli.
qaysi ateistik jamiyat, qaysi dunyoviy rivojlangan jamiyat eri mayib majruh bo'lib turgan, eri uni nazorat qila olmaydiganligini bilgan holatda borib o'zga odamni uyida pastelida yalang'och turgan ayolni oqlaydi, olqishlaydi. Qaysi jamiyat, qaysi ateist bu narsani olqishlaydi? Odamgarchilikka ham, insoniylikka ham to'g'ri kelmaydigan narsa-ku bu. Biz o'zi qachondan beri xiyonatni nomini feminizm deb qo'ydik. Qachondan beri biz xiyonat qilgan odamni tarafini oladigan bo'ldik. Mayli uni huquqlari bor, boshqasi bor, o'zini tegishli tartib tarafini nima deydi, o'zini huquqlarini himoya qilsin, lekin kechirasiz, o'zini nomini oqlash uchun chiqib, hali sud hukmi qonunga kuchga kirmasdan, sud bo'lmasdan turib kimlardir ayblab, yolg'on bo'xton to'qiydigan ayol u qaysi o'lchovga to'g'ri keladi? Kimning o'lchoviga to'g'ri keladi? Gulirona Qosimovani bu harakatlari kechirasizlar, sog'lom oilaviy munosabat emas. Va iltimos o'zidan qanaqadir feministasi bo'lganlar kommentariy yozib bo'lmagan narsalarni bilan tosh otib kerak emas. To'g'risida haqiqatga tik qaraylik. Hammamizni agar kimdir o'sha Gulirona Qosimovani tarafini olib, uni harakatlarini oqlab yozayotgan bo'lsa, iltimos, agar erkak kishi bo'lsangiz, siz o'zingizni o'sha Gulirona Qosimovani erini o'rniga qo'yib ko'rib bir tafakkur qiling. Agar ayol kishi bo'lsangiz, o'sha Gulirona Qosimovani erini o'rniga o'zingizni o'g'lingizni qo'yib ko'rib tasavvur qiling. Siz o'sha Gulirona Qosimovani qaynonasi bo'lib turib, o'g'lingizni shunaqa holatda qanaqa ishlar qilganini ko'rib, qo'lingizda shunaqa video bo'lib turib, siz ishonasizmi Gulirona Qosimovani gaplariga, o'zini oqlashlariga siz ishonasizmi? Hammani o'zini vijdoniga havola. Kimga yoqdi, kimga yoqmadi, bilmadim, kontent men kimgadir yoqish uchun qilganim yo'q. Men xalqimizga mazkur holatni huquqiy jihatini yetkazib berish uchun qildim. Hammalaringizga rahmat. Assalomu alaykum.